rumiy hikmatlari. Eng yaxshi til tiyilgan til. Eng yaxshi nutq puxta o'ylangan nutq. Angladimki, chuqur va sir asrorli bo'lgan har bir narsa sukut saqlaydi. Va yana shuni angladimki, sukut saqlagan har bir narsa chuqur va haybatli. Ne'matning qadri u yo'qolgandagina bilinadi. Bir insonning qandayligini bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga o'tirib turgan do'stlariga boq. Tayoq bilan gilamga urishdan maqsad gilamni kaltaklash emas, changini olishdir. Alloh senga dard qiyinchiliklar berib, kiringni olgay. Inson qancha eskirar, unga shuncha eskirar. Dunyo ishlarida chala qoldi deb Robbingni tark etma. Zero mozorlar ishlari chala qolgan kimsalar bilan to'ladir. So'zlaringiz baland bo'lsin, ovozingiz emas. Gullar yomg'ir tufayli o'sib chiqadi, momaqaldiroq tufayli emas. Hech bir inson qarshisida boshingni egma, chunki uni qayta ko'tara olmaslik xavfi bor. Butun dunyoni qidirib, go'zal xulqdan ko'ra yaxshiroq layoqatni topmadim. Ko'z ko'rganini sevmaydi, balki sevganini ko'radi. Biz qanchalik baland uchsak, ucha olmaydiganlarga shunchalik kichkinaroq ko'rinamiz. Kech tunda yumilgan va erta tongda ochilgan ko'zlar bir kun kelib, albatta o'z samarasini ko'radi. Dili va so'zi bir bo'lmagan inson 100 tilni bilsa ham tilsiz sanalgay. Har narsa o'z vaqtini kutadi. Na gul vaqtidan avval ochiladi, na quyosh vaqtidan erta chiqadi. Inchunin seniki bo'lgan nasiba albatta senga nasib qiladi. Bo'sh varoqqa aylan, toki so'zlarning ta'siri senga o'tmasin. Qayerdaki bo'lma, o'sha makonning qalbiga aylan. Qanday ish qilsang ham muhabbat bilan qil. Mol dunyoga berilma. Asalari ham asalni o'zim uchun yig'yapman deb o'ylaydi. Ilm bu noma'lum narsani o'rganish emas, balki undan foydalanishdir. Ikkovi uchun ham osmon bitta, ammo zohchaning dunyosi boshqa, lochinniki boshqa. Oddiy fikrla, oddiy qabul qil va oddiy yasha, chunki haqiqat ham juda oddiydir. Sen behuda o'tkazgan bir kun kapalak uchun bir umrga tengdir. Ahmoqning 7 belgisi bor. U o'zi uchun foydasiz narsalar haqida ko'p gapiradi. Undan so'ralmagan paytda fikrini bildiradi. Ko'p kuladi. O'zini hammadan aqlli deb biladi. O'rinli tanqidni qabul qilmaydi. O'z fikrini hech qachon o'zgartirmaydi va uning hukmida bo'lmagan hodisalarni o'zgartirishga urinadi. Siz yoqtirmagan bir qancha narsalar borki, balki siz uchun ular xayrlidir. Yoki aksincha, yoqtirganlaringizda balki yaxshilik yo'qdir. Eng go'zal narsalarning barchasi mashaqqat ortida yashiringandir. Vidolashuv ko'z bilan sevganlar uchundir. Chunki ko'ngildan sevganlar aslo ayrilmasdir.
Inson qalbida ekilgan har qanday narsa o'sib chiqishga qodir. G'azab shamolga o'xshaydi. Bir ko'tarilib keyin tinadi, lekin ortidan ko'p daraxtlarning shoxini sindirib tashlagan bo'ladi. Modomiki hammaning gunohini berkita olmas ekanman, ko'zimni yumib qo'ya qoldim xolos.